Minecraft, lekin cho'pli blokka tegsam yutqazaman. Okey do'stlar, zo'r spawn bo'ldik endi. Mayli endi daraxt chopamiz. Mening maqsadim olmos topish. Yaratuvchi stol yasaymiz. Sal g'alatiroq eshitilar ekan, yillar. Qayiq yasadim suvda yuzish uchun, chunki baribir yerda yura olmayman. Yo'qolay. Hozir teksa men yutqazaman. Bu challenge endi qiyinroq bo'ladi. Suv ustidan yo'lga chiqdik. Qishloq topish uchun. Mana kech ham tushdi. Mana bu joyda katta nima uchunsan tushib ketay deb qoldim. Mayli, endi yo'limizda davom etaveramiz. U joyda baribir zombilar, mahluqlar paydo bo'ladi. Buzilgan portal. Ichida nima bo'lar ekan? Ya'ni sandiqdan ichida foydali narsa bo'lsa kerak. Endi bo'ladi degan umiddaman. Qani ko'raylikchi. Nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Mayli, mana shu narsalarni olib ketay. Jinosan olmayapti. Ketdik. Zombilar bilan urush jonimga tegdi. Ketdik qani. Mana tong ham otdi, hali ham suvdaman. Hech qanday qishloq yo'q, hamma joyda o'tli blok. Jinosan. Endi nima qilaman? Mana shu bloklarni olib chiqay. Tepaga bir nima bor bo'lsa kerak. Qishloqmi chiqib qolsa zo'r bo'lardi lekin. Qani chiqib ko'raylikchi. Mana shularni olib olaylik. Endi cho'p birdaniga o'sib ketmasa zo'r bo'ladi. O'sib ketmaydigan bo'lsa kerak, chunki o'zi hozirgina qaziyapman, lekin Minecraftni bilmaymiz-ku. Chiqib qolishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi. Janorsan. Davomini xohlasangiz obuna bo'ling.